O'rtoqlar, meni ustozim marketing bo'yicha, biznes bo'yicha juda ham ko'p narsa o'rgangan ustozim. Haqiqatda ustoz deb tan oladigan meni eng sevimli ekspertlarimdan bittasi Alim Aybekovni. Bilasizlar, men oldindan kuzatadiganlar, men ulardan juda ham ko'p narsa o'rganganman. Ular hozir Dubayga biznes tur uyushtiryaptilar. Ya'ni sizlar marketingdan aynan Dubayga borib ham sayohat, ham bilim olish imkoniyatiga egasizlar. Bir hafta polniy ayollardan iborat kompaniya kompashka bo'lib ketishyapti, guruh bo'lib. Juda ham foydali. Meni juda ham ko'pchilik kuzatadi, biznesga kirib kelmoqchi bo'lgan, lekin biznesi bo'lganlar juda ham katta foyda olasizlar u yoqdan. Juda ham ko'p tanishlar orttirasizlar, chunki juda ham professional, qanaqadir biznesda o'z o'rniga ega, juda ham kuchli odamlar boradi. Juda ham foydali bo'ladi. Men taniganlarimni Imron Maryam, Sumayz Bekri, Fayadonolar, Muslim Pala, mana shu yoqlar ketishyapti. Qolganini keyingi storisda aytaman.